Yo'lovchi tashish faoliyati aholiga xizmat ko'rsatish bilan birga belgilangan tartiblar asosida daromad topish imkonini ham yaratadi. Biroq bu faoliyat amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya etilgan holda amalga oshirilishi lozim. Afsuski, ayrim transport vositalari egalari tomonidan yo'lovchi tashish jarayonida o'zlariga biriktirilgan yo'nalishdan chetga chiqish natijada jamoat transporti harakatiga xalaqit berish holatlari ham uchrab turibdi. Namangan shahrida o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida ham ana shunday holatlar aniqlandi. Yo'lovchi tashish faoliyatini amalga oshirish uchun qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida ish yuritish qat'iy talab etiladi. Avvalo, buning uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lish zarur. Shuningdek, mazkur faoliyat bilan shug'ullanayotgan transport vositalari egalariga o'zlariga biriktirilgan yo'nalishlar bo'ylab harakatlanishlari shart. Transport nazorati inspeksiyasining avtomobil transporti Namangan viloyati hududiy bo'limlari xodimlari tomonidan shahar hududida o'tkazilgan reyd tadbirlari va targ'ibot ishlari davomida jamoat transporti harakatga xalaqit berayotgan, belgilangan yo'nalishdan chetga chiqqan hamda tender guvohnomasisiz yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotgan bir qator haydovchilar litsenziya varaqasi olayotganda bularni har bitta transport yo'nalishlariga biriktiriladi. To'raqo'rg'on Kujron yo'nalishida harakatlanib yo'lovchi tashish bilan shug'ullanish kerak. Vaholanki bu haydovchi hozirda Namangan shaharida jamoat transporti, ya'ni avtobuslarimiz yo'llarida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadi. Bu ham o'z-o'zidan noqonuniy yo'lovchi tashish bilan shug'ullanish bo'ladi. Nazorat tadbirlari davomida qoidalarni buzgan haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 165-moddasi 3-qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli tartibda sud organlariga yuborildi. Ushbu reyddan asosiy ko'zlangan maqsad haydovchilarni o'zlarini biriktirgan yo'nalishlarda harakatlanishini ta'minlash va ushbu amalga oshirish uchun ruxsat etuvchi xususiyatga ega bo'lgan hujjatlarsiz faoliyat bilan shug'ullanish. Bu degani tender guvohnomasiz shahar ichida harakatlanayotgan Damas avtotransportlariga tegishli tartibda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 165-modda 3-qismi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, sud organlariga yuborilmoqda. Natijada Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasiga asosan huquqbuzarlik sodir etgan 20 nafar haydovchiga nisbatan ularning ishlari Namangan shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida ko'rib chiqildi va tegishli choralar ko'rildi. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.